Men abituriyentman. Maktabni a'lo baholarga yakunlab, ko'rib turganingizdek oltin medal sovrindori bo'ldim. Men abituriyentman. Ulkan umrga qadam qo'yu oldinda turibman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan aynan Qoraqalpog'istonlik yoshlar uchun oliy ta'lim muassasasiga 3000 ta kvota ajratilganligi biz yoshlarga juda katta motivatsiya bo'ldi desak, biz adashmagan bo'lamiz. Tengdoshlarimning, barcha do'stlarimning eng katta orzusi shuki, aynan shu maktabda bitirib oliy ta'limga kirish, aynan shu talabalik vaqtiga muyassar bo'lish meni tengdoshlarimning eng katta orzusi desam, men adashmagan bo'laman. Meni usunday imkoniyatlar to'liq yelning prezidenti ekanimga juda quvonchliman. Inson qadri ulug'langan mana shunday yurtning farzandi ekanligimdan men faxrlanaman va barcha yoshlar nomidan hurmatli prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz.